Xitoylik uddabron yigit eksperiment o'tkazdi. Bunga ko'ra u ayollarning kiyimini kiyib ko'chaga chiqib o'ynab, erkaklarning pulini shilib, bir kunda yo'q millionerga aylandi. Qo'yil qolsa arziydi. Ayollarga o'xshab o'ynab millioner bo'lib ketdi dedimi? Men o'yinni yo'rib tashlayman-ku ketdim. Beva erkaklar oldiga borib o'ynasam ko'proq pul beradi. Mana Sottor buvani xotini o'lganiga 5 yil bo'lyapti. Hozir buni men pensiyasini shilaman-ku. Hozir chiqyapman. Bobo to'xtang, Brent Rossda skidka bo'lyapti. Olib berasizmi, yo'qmi? Qanaqa skidka bo'lyapti yana? Hozir chiqaman. Hamma narsa 89 mingdan 22-iyun kuni skidka tugaydi Brent Rossda. Pul bering, olib kelib olay, bo'ldi. 89 ming bo'lsa zo'r-ku. Meni bir so'm pulim yo'q. O'zing ishlab ol. Kim u? Bor! Nevara pensiyani olchi! Nahotki orzularga berishdi? To'xtash o'zingizni ko'ray. Shunday boshqatdan taqib boshqatdan oling. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchamang. To'xta. Aka, pul uchun qildim, o'g'il bola bilan o'ylanib o'qish kerak. Iltimos aka, uydagilar bilsa, u o'sib yoradi aka. Bilmaganlik qolamiz. Taqman uni. Davom ettiramiz. Finish, I'm a big stepper, underground methods, God nachos, get the more.